Assalomu alaykum qarindoshlar. Mana Dog'iston navbatdagi Toshkent Angrenda qilgan uchastkamiz bor. Nepatkulash bitta ko'rpaxon beramiz. Darvozasi bo'yalish jarayoni. Piyoda romlarini ham darvozaga o'rnatib olamiz va panjaralarni o'rnatdik. O'ta ham bir akkuratli holatda amaliy video yo'qishlardan qilib berdik. Darvozamiz ham gigant razmerlarda bo'lgan, inshaalloh. Ko'rpaxon berib olamiz. Piyoda panjaralari ham judayam bacho'la holatda chiqqan. Kipkalardan qolib ketibdi-yu. Bu yerda rom panjaralarni akkuratli qilib hammasini nakatga kvadratda urilgan traktor. Urilgan kvadratda chiqilgan. Kimga qiziq bo'lsa obuna bo'lib qo'ying. Tez kunda to'liq videosini qo'yib olamiz. Ichkarida panjaralar hammasini obzorini qilamiz inshaalloh. Darvozamizga havas qilganlar bitta like bosib qo'ying.